Assalomu alaykum, bizani kuzatayotganlar. Like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Hozirgi manzilga yetishdan boshlayman. Manzil Toshkent viloyati Zangiota tumani O'rtovul mahallasi Gasniti ko'chasi 1-uy ekan. Kelinglar, assortiment juda ko'p. Hozir mana jenskiy pijamalardan boshlaymiz. Qaysi birini tortamiz? Masalan, mana bu bittasini olaylik, pijamani. Bu tonikamiz, mana 23 ming so'm narxi chiqyapti, o'zingiz ko'rdingiz. Bizda keyin pijama dvoykalarimiz 50 ming so'mdan boshlanadi, 70 ming so'mgacha. Даже bizda velikan katta razmer 60 yoshlilargacha razmerlarimiz bor hammasidan. Pijama dvoykalaringiz 50 ming so'mdan boshlanadi. Da 50 ming so'mdan boshlanadi. Keyin yana bitta narsasi, mana bizda zakolkalari ham bor aka, shularga ham. Qo'ying, qaranglar, 4 ta opa singilga olsanglar, yaqinlaringizga olsanglar 200 ming so'mga 4 ta ayollarni vibrlarni ko'rsating, nari taraf. 200 ming so'mga 4 ta ayolni xursand qilasizlar. Shoshilinglar. Aka-ukalar, mana qizlarimizga assortiment qarang, assortimentni. Eng kami 10 kilo beriladi, 10 kilo. 150 ming so'mga 3 ta ayolni xursand qilib qo'yish. Nech pul bo'lyapti bu yog'i? Kattaroq ob'yomda oladigan bo'lsanglar, 1 tonna 500 kami 500 kilo, 1 tonna 2 tonna oladigan bo'lsanglar, unga alohida skidka qilib berishar ekan. Mana bularning hammasida naskilar ekan, детский, мужской, женский naskilar. Naskilarni ko'rsanglar, вообще hozir o'zim bittasini kiyib olgim kelib qoldi. Eksport naskilar, детский naskilar, Uzbekniki bu ham hammasi. Juda chiroylilar, har xil naskilkalari bor. Qarang bunaqa, cho'yak pauklari bor. Keyin ko'proq hozir bizda cheshkada kiyish moda bo'lgan. Cheshkalarning ham har xil turdagi ranglari bor. Naskilar. Sifati juda ham zo'r. Kilolar. Eksport naskilar. Keling, mana shu hozir bittasini ham tortib ko'raylik, bir ikkita olib olaylik. Xo'p. Qarang, mana shu naskilaringizdan. Shuni nima qilamiz? Shu bitta pochkani nechtaligini bilamiz, xo'p? Menga mana shu naskilaringizdan ham bir 10 kilo berasiz. Men ham olib borib qizlarimni, uydagilarni bir xursand qiling. Xo'p. Hurmatli xaridorlar, mana bizda O'zbekning naskilari. Bular 2 yoshgacha bo'lgan razmerlarimiz. Kilosi o'zi 200 ming so'm, 5 tasi 14 ming so'm chiqyapti. Mana 5 tasi 14 ming. Bu razmerimizni hozir sizlarga bitta ko'rib beray. 2-5 yoshli ekan, 2-5 yoshli razmerlarimiz mana 5 tasi 16 ming so'm chiqyapti. O'xsina bu naskilar nima afzalliklari bor? Nima boshqalardan nima afzalliklari bor sizlar? Bizda mana hammasi eksport naskilar, fabrikan naskilari, O'zbekniki. Buni klientlar O'zbekni taniganlar o'zi biladi sifatini. Bu O'zbekistondagi kichkina sexavik naskilari emas. Ya'ni umuman sintetika emas. HB 100% HB. 100% qilib naskilar. Mana. Bolalaringlar maza qilib kiyadi, oyoqlari. 1000 so'mdan boshlanadi narxlari azizlar. Yo'q, 1000 so'mdan boshlanadimi? Oyoqchalari maza qiladi, buni kiyib olsa. Mana, bolajonlar uchun. Mana naskilarning xillarini qaranglar. Naskilarning narxi TMTniki 120 ming, O'zbekniki 200 ming so'm 1 kilosi.